23-avgust mana qaranglar, o'rtoqlar, qisqa fursat ichida jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimiz mana shunday qab ko'tardi, qanday zo'r, mana devorlarigacha. Mana endi bitta narsani aytdi, endi bu qo'shnilar sigirlari hovlimizga kirib ketardi deyapti. Har doim hayday, go'p chop, bu narsasini yeb qo'ygan. Mana endi devoringiz bor shoirada, kirilmaydi, xursandmisiz? Boya bu Ozodbek mana ukamiz o'zi ko'p gapirmaydi. Asta hangama qilib o'tirsak, boya zo'r gap aytib qoldi. Burunlarga tug'ilgan kunga borardim, katta mehmonxonalarda o'tirardik. Ana shunda bizni uyimiz oddiy edi. Men ham bizda ham mana shunaqangi bir katta mehmonxonali shunaqa uyimiz bo'larmikan deb rosa havas qilardim. Men ham jo'ralarimni mana shunday tug'ilgan kunlar qilib chaqiramanmikan deb havas qilardim. Dedingmi? Boya mana shu o'zi ko'p gapirmaydi. Endi chaqirasammi tug'ilgan kun desang, ha? Xursandmisan? Xursand. Mana shu bizni qo'llab-quvvatlayotgan, bizga yordam berayotgan ana shu mehrli insonlarimizga nima deysan? Qo'llab turganlar hammasiga rahmat. Malades, malades. Juda ham yaxshi bola. Juda ham yaxshi bola. Shoir opa, xursandmisiz? Xursandman. Shunday farzandimni kelajagini chiroyli bo'layotganiga, uyini yangi uyda qilayotganingizga shunday xursandman. Hammalaringizga rahmat, yordam berganlar. Yig'layvermang shoir opa. Darrov ko'ziga yosh keladi. Tayyor turasiz shoir opamni. Endi bu quvonch ko'z yoshlari bu. Xursandchilikdan shunday, ha? Ha, qarang. Yordam berganlar barchasiga rahmat, qo'llab-quvvatlaganlarga Hammalaringizga rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman. Siz juda ham yaxshi insonsiz. Ha, aynan siz zo'r insonsiz. O'zingizga ehtiyot qiling. Boringizga ham shukr. Mana sizlar tufayli Xudo xohlasa bir mehrli insonimiz mana kambag'alchilikdan chiqib, farovon hayotda mazza qilib yashashiga sababchi bo'layapmiz-da. Ha, qarang qanday zo'r bo'layapti. Borlaringizga ham shukr. Rahmat. rahmat.